Assalomu alaykum, hurmatli kursimiz ishtirokchilari. Bugungi video darslikda men sizlarga qanday qilib BAME Drive o'yinini ichida o'zini xotirasiga video yozib olish funksiyasini, ya'ni replayda qo'shishni o'rgataman. Bu juda ham oson, vaqtingiz juda ham kam ketadi. Buning uchun o'yinga kirib olamiz. S tugmasini bosib umumiy ekranni ochib olamiz va tepada apps degan bo'lim bor. Nastroykaning yonida. Bu nastroyka, bu apps. Buning ichidan bitta funksiyani qo'shib olishimiz kerak. Buning uchun buni bosamiz. Bizda tepada mana bunaqangi oyna ochiladi. Biz add appni bir marta bosamiz qo'shishda. Buni bosgan paytimiz bizda bir qancha narsalar kelib chiqadi. Bu joyda biz bitta narsani o'zimizga qo'shib olishimiz kerak. Pastroqqa tushamiz. Mana bunaqangi replay degan narsa bor. Buni biz mana bu joyda yozsak ham chiqadi replay. Replay deb yozsangiz, qidiruvda mana bunaqa narsa chiqadi. Biz mana shu narsani o'zimizga o'rnatib olishimiz kerak. Buni o'chiramiz, masalan, yozib qidirsangiz ham bo'ladi, pastga tushib, buni aylantirib qidirsangiz ham bo'ladi. Eng zo'ri bu joyga replay deb yozsangiz, o'zi kelib chiqadi mana. Shuni bitta bosamiz. Bitta bosgan paytimiz bizda hozir ekranimizda nima narsalar bo'lishi mumkinligini ko'rsatyapti va bizda replayimiz mana bu joyga tushib qoldi. Mana replay tushdi. Ko'ryapsizmi? Buni biz o'zimiz xohlagan joyga joylashtirib olishimiz kerak. Bizga kerakli. Lekin men o'rtaga joylashtirib qo'ymasligimiz kerak, chunki ko'zimizga xalaqit beradi. Chunki biz ishlagan paytimiz bu o'rtada tursa xalaqit beradi. Biz o'zimizga qulay joyga o'rnatib olamiz. Masalan, menga eng qulay joy pastroqqa tortaman buni. Ekran pastiga mana shunaqa joyga qo'yaman. Mana shunaqa joyga qo'yaman. Ko'rishingiz mumkin. Qulay. Mana shu joyga qo'yib qo'yaman, bo'ldi. Men ishlatishimga mana shu joy qulay. Ko'zimga xalaqit qilmaydi. Tushundingizmi? Bo'ldi. Men bunga bu joyga qo'yib oldim. Hozir mashinani ichiga kirib olyapti. BMGning xatoligi chiqsagan bo'ldi. Endi nima qilaman? S ni bitta bosaman, bu joylashib bo'ldi. S ni bitta bosaman. Mana replay joylashib bo'ldi. Bu narsadan nima uchun foydalanamiz? Ertaga biz BMGning xotirasiga videolar yozib olishda mana shu replaydan foydalanamiz. Tushunarli? Endi biz mana shu joyda yana bitta narsani o'rgatib ketay. Agar sizga mana bu narsa xalaqit qiladigan bo'lsa, buni o'chirishni o'rgataman. Buning uchun nima qilamiz? S tugmasini bosamiz, yana apps ga kiramiz. Bu joydan edit apps degan narsa bor. Bitta bossak, bizda mana shu oynamizni o'zgartirishimiz mumkin yana. Ya'ni mana bu narsa yoqmayapti, bu joyga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Masalan, bu joyga qo'yib qo'ydik va mana bu narsa yoqmayapti bizga, boyagi chiqib turgan. Buni X ni bossak, input hands deb nomlangan, bu kerak emas degan narsa. Bitta bosamiz, bu o'chdi. Bu replayimiz mana bu joyda qoldi.